2026 yilgi Chevrolet Spark bu ixcham, ammo zamonaviylik va qulaylikni o'zida mujassam etgan shahar avtomobili hisoblanadi. Yangi Spark o'zining soddaligi, yoqilg'i tejamkorligi va ixcham o'lchamlari bilan har doim mashhurligini saqlab kelgan. 2026 yilgi model esa yangilangan dizayn, ilg'or texnologiyalar va xavfsizlik tizimlari bilan yanada mukammal ko'rinishga ega bo'ldi. Avtomobilning tashqi ko'rinishi yanada jozibador. LED faralar, xrom elementlar va sport uslubidagi bamperlar unga zamonaviy shahar avtomobili ruhini beradi. Orqa chiroqlar ham yangicha shaklda ishlab chiqilgan bo'lib, Spark'ni kichik sinfdagi eng chiroyli avtomobillardan biriga aylantirgan. Salon ichki qismi ixcham bo'lishiga qaramay, qulaylikni ta'minlaydi. Yangi multimedia tizimi 8 dyuymli sensorli ekran bilan jihozlangan. Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Avtomobil ichida yumshoq materiallardan foydalanilgan, shuningdek, qo'shimcha USBportlar va simsiz zaryadlash tizimi mavjud. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Spark 1.4 litrli 4 silindrli benzin dvigateli bilan taqdim etiladi. U tejamkor va ishonchli ishlashni ta'minlaydi. Avtomatik yoki mexanik uzatma variantlari mavjud. Yoqilg'i sarfi 100 kimga atigi 5.5 litr atrofida bo'lib, bu uni o'z sinfida eng tejamkor mashinalardan biriga aylantiradi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Avtomatik tormozlash, chiziqdan chiqish ogohlantirishi, orqa kamera va havo yostiqchalari mavjud. Ushbu funksiyalar Spark'ni nafaqat arzon, balki xavfsiz transport vositasi sifatida tanitadi. Narx bo'yicha esa Chevrolet Spark 2026 modeli bozorlarga qarab o'rtacha 17 AQSh dollari oralig'ida taklif qilinadi. Bu uni yangi haydovchilar, talabalar va shahar hayotini qulay o'tkazmoqchi bo'lgan foydalanuvchilar uchun ajoyib tanlovga aylantiradi. Umuman olganda, 2026 yilgi Chevrolet Spark bu ixchamlik, qulaylik va zamonaviy texnologiyalarni birlashtirgan mukammal shahar avtomobili bo'lib, kundalik hayotda ishonchli hamroh bo'la oladi.